Joriy yilning 25-martida seysmik xavfsizlikni ta'minlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan qurilish, shaharsozlik normalari ham yangilandi. Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi brifingida shular haqida batafsil ma'lumot berildi. Keyingi yillarda mamlakatimizda shaharsozlik sohasini takomillashtirish va shaharsozlik faoliyati obyektlarining seysmik xavfsizligini ta'minlash bo'yicha tizimli choralar, tadbirlar qabul qilinmoqda. Shu bilan birga keyingi vaqtlarda dunyoning turli mamlakatlarida sodir bo'layotgan kuchli zilzilalar natijasida yetkazilayotgan zararlar ko'lami mamlakatimizda seysmik xavfsizlikni ta'minlashga hamda binolar va inshootlarning zilzila bardoshligini oshirishga qaratilgan bir qator manzilli chora-tadbirlar amalga oshirilishini talab etmoqda. Xususan, binolar va inshootlarni qurishni hamda ta'minlashni amalga oshiruvchi tashkilotlarning mas'uliyatini oshirish, shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan talablarga qat'iy rioya etilishi ustidan nazoratni kuchaytirish zarurati yuzaga kelmoqda. Yuqoridagilarni inobatga olib, joriy yilning 25-martida seysmik xavfsizlikni ta'minlash tizimi takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida O'zbekiston Respublikasining qonuni qabul qilindi. Mazkur qonun bilan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksiga binolar va inshootlardan foydalanishga doir ruxsatnoma berish hamda ularni foydalanishga qabul qilib olish qoidalarini buzganlik, shaharsozlik sohasidagi vakolatli davlat organlarining ruxsatisiz obyektlarni qurganlik, qonunchilikni buzgan holda ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarni o'zgartirganlik va rekonstruksiya qilganlik, shuningdek binolar va inshootlarni aholi punktlarining tasdiqlangan bosh rejalarini, ularni rejalashtirish va qurish loyihalarini buzgan holda loyihalashtirganlik, rekonstruksiya qilganlik va qurganlik uchun javobgarlik yuzaga kelishi nazarda tutuvchi o'zgartirishlar kiritilgan. Bunda jinoiy javobgarlik aybdor shaxslar ushbu huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikka tortib bo'lingandan keyin yuzaga keladi. Odam o'lishiga yoki boshqa og'ir oqibatlarga sabab bo'lgan tarzda shaharsozlik to'g'risidagi qonunchilikni buzganlik uchun alohida jinoiy javobgarlik kiritilgan. Shuningdek, qonunchilikni buzgan holda ko'p kvartirali uylardagi tayanch konstruksiyalarni o'zgartirish va rekonstruksiya qilish bilan bog'liq jinoyatni birinchi marta sodir etgan hamda amalga oshirilgan o'zgartirish va buzilishlarni, shuningdek ularning oqibatlarini ixtiyoriy ravishda bartaraf etgan shaxs javobgarlikdan ozod etilishi mumkinligi nazarda tutilib, eng past jarima miqdori bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravari, eng yuqori jarima esa bazaviy hisoblash miqdorining 250 baravar miqdoriga oshirildi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi loyiha tashkilotlarining mualliflik nazoratini amalga oshirish doirasida beriladigan ko'rsatmalarini buyurtmachilar tomonidan bajarmaganlik, shuningdek obyektlarni ekspert tashkilotlarining shaharsozlik hujjatlariga doir ijobiy xulosasiz qurganlik uchun javobgarlikni belgilovchi normalar bilan to'ldirildi. Shuningdek, shaharsozlik sohasidagi qoidabuzarliklar uchun solinadigan jarimalar miqdorlarini ko'paytirish nazarda tutilgan. Bundan tashqari, O'zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi vazirligi hamda Qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi organlar tomonidan ko'rib chiqiladigan ma'muriy ishlarning taalluqliligi aniqlashtirildi. Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga qurilishi, rekonstruksiya qilinishi tugallangan obyektlardan foydalanishga doir ruxsat berish xususiyatiga ega hujjatning nomi o'zgartirilishini nazarda tutuvchi o'zgartirish kiritildi.